hozir Bishkek, Osh Bishkek. Va do'stlar, biz bo'lsa hozir 3-4 mashina bo'lib Osh oblastine jo'nadik. Bu yerda hozir o'sha polniy Osh shahar bo'yicha, oblast bo'yicha ko'ptagan yerlarga shunday plakatlarni jabishtirmoqchimiz. Bu yerda plakatlar bor. Buyursa Suzagayliz birimlikda, buyursa tez kunlarda o'sha Sumaya qizni inshaalloh topamiz. Biz dostlar Osh oblastındayız. Osh'un şehirlerine, Osh'un ko'cha-ko'chalarga jarmoqchi o'tamiz. Sumaya qizni. Yo, topilgan. Ошский район, поселение, где живут Лёллар, yaşagan yer. Sumayani izlash davom etyapti.